Bugun Toshkentdagi eng baland reytingli restoranga borib, unga obunachim bilan baho beraman. Faqat bitta shart, men aldamayman. Restoran shunday televizorning tagida joylashgan. Keliboq osh zakaz qildi va kutilmaganda ovqat 2 daqiqada keldi. Bunaqa tez xizmat uchun bitta yulduz qo'ydim. Restoranda faqat osh tayyorlanadi. Agar boshqa taom istasangiz, qo'shni restorandan olib chiqib berishadi. Xodimlar xushmuomala va odam ko'pligi uchun juda ham tez xizmat qilishadi. Yana bitta yulduz qo'ydim. Restoran ham milliy, ham o'ta zamonaviyligi bilan meni hayratda qoldirdi. Sababini video davomida aytaman. Hamma turistlar va ular bemalol osh tayyorlanishini videoga olishadi. Bu bo'lsa eng katta osh qozonlaridan biri. Atmosfera juda ham milliy. Hatto brend logosini ham shunaqa laganlardan tayyorlashgan. Devordagi to'nlar osishgan. Zamonaviylikning asosiy sababi hatto robot ofitsiantlar ham bor ekan. Bunga men ishonmagandim. Lekin ular faqat mijozda kamroq bo'lgan vaqtda ishlashar ekan. Bu uchun ham bitta yulduz qo'ydim. Ovqat mazasiga kelsa, tabiiy reaksiyadan bilishingiz mumkin. Bitta osh mazali lekin. Shu sabab bitta yulduz qo'ydim. Eng muhimi narxiga kelsa, biz 0,7 lik zig'ir oshi, to'y oshi, non, salat, kompot bilan buyurtma qildik. Desertga 57 ming so'mlik sansevatsiya ham etdik. Jami hisob 220,640 so'm bo'ldi. Menimcha bu narx boshqa joylarga nisbatan qimmat. Shuni aytib ketaman, hojatxona biroz uzoqda va pulli ekan, lekin shart-sharoitlari juda ham qulay. To'g'ri olsangiz bo'ladi. Mijozlarga Wi-Fi berilmas ekan, lekin turistlar juda ham ko'p, bu ularga noqulaychilik qiladi. Narxiga va shu sharoitlar uchun 0,5 yulduz qo'ydim. Bugun Yunusoboddagi 5 qozon osh markazi jami 4,5 yulduz yig'di. Sizlar nechta yulduz qo'yardinglar? Kommentariyaga yozinglar.